3 yillik muhosara va hijrat. Abu Talib payg'ambar alayhissalomni himoya qilish uchun turdi. Abu Talib Banu Hashim bilan Bani Abdul Muttalibni yig'ib, arablarning odati bo'yicha payg'ambar alayhissalomni himoya qilishga chaqirdi. Ularning musulmon bo'lsin yo kofir bo'lsin, hammasi Muhammad alayhissalomni himoya qilishga qo'shildi. Boshqa Quraysh mushriklari Bani Hashim bilan Abdul Muttalib kishilarining payg'ambar alayhissalomni himoya qilganiga qarshi boshqa Quraysh mushriklari bilan birleksab tuzishib, ulardan barliq munosabatni uzmoqchi bo'lishdi. Bu haqda kelishimnoma yozib, kelishim nomini Ka'bada qo'yishdi. Nabuvatning 7-yili ikki taraf chekchirgini bir butun ayirishdi. Payg'ambar alayhissalomni himoya qilgan Banu Hashim bilan Banu Abdul Muttalib Abu Talib yilg'isida muhosiraga ilindi. Mushriklar ularga qattiq cheklama qo'yib, kundalik buyum, yemak-ichmak setib berishni, hatto Makkaga kelgan tijoratchilar bilan aloqa qilishni chekladi. Muhosira 3 yil davomlashib, payg'ambar alayhissalom va musulmonlar ochliqdan daraxt g'ozini va hayvon terilarini yedi. Nabuvatning 10-yilining boshlarida Quraysh mushriklari tarafidan 5 kishi zulm ifodalangan ahdini bekor qilish taklifini berdi. Abu Jahl ahdini buzmaslikka ching turgan bo'lsa-mu, lekin mag'lub bo'ldi. Muhosira bekor qilinib, payg'ambar alayhissalom va sahobalar muhosiradan chiqdi. Payg'ambar alayhissalom muhosiradan chiqib uzoq o'tmay, payg'ambar alayhissalomga boshqa sinoqlar kelib, qayg'uliq yillar yana boshlandi. Nabuvatning 10-yili Rajab oyida payg'ambar alayhissalomni mushriklarning aziyatini himoya qiladigan tog'asi Abu Talib olamdan o'tdi. Shu yili Ramazonda Xadija radhiyallohu anha olamdan o'tdi. Payg'ambar alayhissalom har tarafdan Allohning diniga yordam qilish masalasi ustida qattiq izlandi. Nabuvatning 10-yili Shavvol oyida xizmatchisi Zayd ibn Haris radhiyallohu anhu bilan Toyibga chiqdi. Toyibda 10 necha kun turib, Toyib katlarini islomga chaqirdi. Biroq ular Quraysh mushriklarining ta'sirini qabul qilgachqa islomga kirishga qoyil bo'lmadi. Payg'ambar alayhissalomning Toyibdan chiqib ketishini talab qildi. Ular nodon kishilarni payg'ambar alayhissalomni Toyibdan qo'lab chiqarib o'tishga quturatdi. Ular payg'ambar alayhissalomni haqorat qildi va toshlarni otdi. Zayd ibn Haris radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomga etilgan toshlarni badani bilan to'sdi. Payg'ambar alayhissalomning putlari qanab ketib, yon tarafdagi bog' temining orqasida o'zini chatga oldi. Payg'ambar alayhissalom tomning tuvida qattiq g'amga patgan holda o'ksib yig'lab duo qildi. Ey Alloh, kuchimning ojizligi, ta'birimning ozligi, kishilarning menga qilgan ahonatidan shikoyat qilma. Ey cheksiz mehribon Alloh, sen zulmda qolganlarning egisi, yiroqdagilarning qo'pollik qilishiga tashlab qo'yamsan yoki dushmanimga tashlab qo'yamsan? Sen menga g'azab qilmagan bo'lsanglar, parvoyim yo'q. Lekin sening himoyang menga nihoyat kengir. Shu yili haj mezgili yaqinlashganda payg'ambar alayhissalom hajga kelgan kishilarning to'piga berib, bir-birlab islomga chaqirdi. Hajga kelganlar ichidagi har qaysi rayonlardan bir qism kishilar islomga kirdi. Nabuvatning 11-yili ma'lum jihatda chiqish yo'li bo'lib, Minoda Avs qabilasi bilan urush qilayotgan Xazraj qabilasining 6 kishi bilan ko'rishdi. Yahudiylar ularga oxirgi zamon payg'ambarining keldiganligidek usullarni bergan. Payg'ambar alayhissalom ularga o'zini tunishtirgandan keyin Yahudiylar sifatlab bergan payg'ambarning dal Muhammad alayhissalom ekanligini bilib islomga kirishdi. Nabuvatning 13-yili Zulqa'da oyida oldingi yilda musulmon bo'lgan 5 kishi Avs qabilasining 2 kishini boshlab qaytib kelib, Minodagi Aqabada onunga bay'at berdi. Ularni islomga chaqirish, ularga diniy ahkomlarni o'rgatish uchun Mus'ab ibn Amir radhiyallohu anhuni birga avatdi. Allah Taala uning vasitasi bilan nurg'un kishini dinga kirishga musharraf qildi. Nabuvatning 13-yili 70 necha musulmon payg'ambar alayhissalom bilan Aqabada ko'rishib bay'at berdi. Musulmonlarni Madinaga hijrat qilishga chaqirdi. Musulmonlarga umumyuzlik hijrat qilishga ruxsat qildi. Sahobalar to'p-to'p bo'lishib hijratga atlandi. Mushriklar bu ahvolni ko'rib qattiq g'azablanib, hijratga manganlarga har xil zulmlarni qildi. Mollarini talon-taroj qildi. Mushriklar payg'ambar alayhissalomni qasd qilish uchun yig'ilishib, piyollarini tuzishga boshladi. Bu mezgillarda payg'ambar alayhissalom Makka da bo'lib, Allohning hijratga ruxsat qilishini kutib o'tdi. Allohning nurg'un sinoqlarini sabr orqali oxirlashtirgandan keyin hijrat bosqichiga, ondan Madinada islomiy jamiyat qurib chiqish bosqichiga qadam qo'ydi. Payg'ambar alayhissalom Makkadan Madinaga hijrat qilib kirib, Malik ibn Najjarning hovlisiga kirib to'xtadi. Lekin o'zi tugidan tushmadi. Tuga qayta o'rindan turib, ozroq mangdi. Payg'ambar alayhissalom tugini ixtiyori qo'yib berdi. Tugi oriqsiga burilib, aslida to'xtagan yerga kelib, qayta cho'kdi.
Abu Ayyub radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhisolamning yuklarini ilib uyiga akirib qo'ydi. Ansarlar Payg'ambar alayhisolamni uylariga taklif qilishdi. Biroq Payg'ambar alayhisolam inson o'lig'i nerede bo'lsa shu yerda bo'ladi dedi. Payg'ambar alayhisolam tugi cho'kkan yer kimning yeri ekanligini so'raganda Sahil va Suhayl ismli ikki yetimning yeri ekanligi o'tirib qo'yildi. Payg'ambar alayhisolam ulardan yerlarini masjid silish uchun sadaq qilish talab qildi. Lekin ular bu yerni yaxshi ko'rdiganligini aytdi. U yerda arqat darxi, bir parcha xarobilik, xurma darxi va mushriklarning qabristonligi bor edi. Payg'ambar alayhisolam qabrini eshishga, xarobilikni tuzashga, daraxtlarni kesishga buyurdi. Masjidning tomlari qish bilan qo'pirildi. Bu suvga va tomning uliga tosh qo'yildi. Payg'ambar alayhisolam sahobalar bilan birga qish va tosh o'tkib o'tib mundoq deydi: Ey Alloh, oxiratdagi hayotlik haqiqiy hayotlik. Muhojir va ansorlarning gunohlarini kechirgin. Bu yerda ishlagan musulmonlarni seningdan ajr umid qilib ishlaydigan qilgin. Masjidning qiblasini Baytul Muqaddas tarafga, ya'ni shimolga qaratdi. Masjidga 3 eshik qo'ydi. Orqa tarafga bir eshik. Bir eshik bo'lsa rahmat eshigi deb ataladi. Yana bir eshik bo'lsa Payg'ambar alayhisolam chiqib kirdigan xususiy eshik. Masjidning temi 8 metr qo'pirilgan bo'lib, shimol tarafga eshik qo'ymagan. Hatto havo qattiq qizib ketguchilik bir mezgil masjidning usti yepilmagan holatda namoz o'qigan. Havo qattiq isib ketganda xurumning shoxlari bilan masjidning ustini yopgan. Masjidning janub tarafi, ya'ni kirish tarafiga faqir, ojiz muhojirlar turgan Ka'ba yasadi. Keyinchi u Ka'ba ashabi supa deb ataldi. Masjidning sharqi tarafiga Payg'ambar alayhisolamning ayoli Oyisha radhiyallohu anha va Savda radhiyallohu anha uchun 2 hujra silindi. Bu hujralar yog'och va loy bilan qo'pirilgan bo'lib, usti yog'och bilan yopilgan edi. Ancha egiz emas edi. Masjid Madinaning markaziga joylashgan bo'lib, sahobalar Payg'ambar alayhisolamning orqasida namoz o'qishni, Alloh tarafidan tushgan oyat karimini anglash, Payg'ambar alayhisolam elib kelgan hidoyat buluqini qong'uchi ish uchun taraf-tarafdan kelishadi. Payg'ambar alayhisolam safning oldida turib xutba o'qiyapti. Herib qolganda tomga yulinadi. Aslida masjidda minbar yoki mihrobmi yo'q edi. Payg'ambar alayhisolam namozning sirtqi vaqtlarda masjidda o'ltiradi. Atrofida sahobalar o'ltiradi. Ularga haqni o'rgatadi va so'zlab beradi. Ba'zi vaqtlarda ahli supa kishilari bilan o'ltirishib muңlashadi. Kechalarda tahajjud qo'padi. Amaliyotda masjid yangi bir jamiyat qurish o'rni bo'lib, mushu o'rin orqali Payg'ambar alayhisolam musulmonlarning ishlarini bitirib qiladi. Payg'ambar alayhisolam Allohning Ka'bani qibla qilib berishni umid qilib, ko'p duo qiladi. Alloh duosini ijobat qilib, hijratning 2-yili Rajab oyining o'ttirlarida Alloh qiblani o'zgartirishga izni berdi. Alloh bu haqda mundoq deydi: Biz sening Ka'ba qiblang bo'lishni orzu qilib, qayta-qayta osmon qarg'anligini ko'rib turyapmiz. Seni cho'qim sen yoqtiradigan qiblaga yuzlandiramiz. Namozda yuzingni Masjidi Haram tarafga qilgin. Ey mu'minlar, qayerda bo'lmanglar, namozda yuzinglarni Masjidi Haram tarafga qilinglar. Haqiqatan kitob berilganlar, ya'ni Yahudi va Nasaralar buni, ya'ni qiblaning Ka'baga o'zgartirilganligining Parvardigori tarafidan kelgan haqiqat ekanligini cho'qim biladi. Alloh ularning qilmishlaridan g'ofil emas. Payg'ambar alayhisalom va musulmonlar xushal bo'ldi. Payg'ambar alayhisalom masjidning o'rnini o'zgartirishga oldirdi. Janub tarafdagi eshikni etib, shimol tarafdan eshik ochdi. Shimol tarafdagi 2 qator masjid turuklari janub tarafga o'tkaldi. Bir qur to'ruk ahli suplari uchun qoldirildi. Oradan 5 yil o'tib, musulmonlar o'zliksiz ko'payib, masjidga musulmonlar sig'madi. Oxiri ular Payg'ambar alayhisalomga bu haqda shikoyat qildi. Masjidning yanında bekor yer bo'lib, Payg'ambar alayhisalom qo'ysinlar u yerni setib olib, masjidga nafq qilsalar deb uqtirish qilganda, Osmon ibn Affon radhiyallohu anhu setib olib, masjidga nafq qildi. Xaybar g'azoti oxirlashgandan keyin masjid kengaytirildi. Hijratning 9-yili Payg'ambar alayhisalomga minbar yasilib, masjidning janubiga qo'yildi. Bu minbarning
3 pashtiqi bo'lib, payg'ambar alayhissalom xutba o'qiganda 2-chi pashtoqda turadi. 2 xutbaning o'rtasida 3-chi pashtoqda o'ltiradi. Minbar tarafda bo'shliq bo'lib, shu bo'shliqdan payg'ambar alayhissalomning uyiga kirgili bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom uni jannat bog'ichisi deb sifatlagan edi.